أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hozirgi kunda mana Isroildan tashqarida bo'lgan bu Isroilni bir odamlari bor, fuqarolari bor yoki bir yollanma bir odamlari bor, hali mutaxassislari bor. Hammasi bir shu sionizm ideologiyasini ko'tarib yuradiganlari bor ekan. Shularni birinchisi shularni qitol qilishimiz, shu ideologiyani ko'tarib yurgani uchun qisos o'laroq bularni qitol qilishimiz aka. Shariatda hukmi qanday va bu joiz bo'ladimi? Joizmi, joiz emasmi? Buni davomi aka. Va shu holat agar joiz bo'lsa, bu narsa urushga qanchalik darajada bir ta'sir o'tkaza oladi? Ta'sirini tepada gapirdik. Masalan, oddiy boykot ham masalan qanchalik bir ta'sir ko'rsatadi. Mayli, uni biz aytyapmiz, ko'p ozi bilan o'lchamaymiz. Ya'ni dushmanligimiz narigi tarafga, ya'ni dushman tarafga zarar berishlik uchun dushmanlik. Endi ikkinchi masala bor. Dushmanlikni qilayotgan mahalla dushmaningni tanib ol deydi. Alloh taolo ham Qur'onda dushmaningni tanib olgan degan. Ya'ni tanib dushmanlik qilsak, dushmanlarga dushmanlik qilganimiz uchun faqat ajr olamiz xolos. Dushmanga o'sha hamma kayfiyatda dushmanlik qilinadi. Kim bo'lsa ham qo'lida hech narsa kelmaydigan aytyapman, o'sha narsasini olmay qo'yib bo'lsa ham dushmanlik qiladi. Yo bo'lmasa boshqa zarar berishlik uchun o'shalarga o'sha tarafga bir kichkina bir ko'p totib yuborib bo'lsa ham dushmanlik qilishga shugina narsaga qodir bo'lsa, shuning bo'lsa ham qiladi. Masalan, musulmonlarda armiyalari bor. Katta qurollari, raketalari, boshqasi bor. Ular o'sha raketalari bilan Isroilni ursin. Yo bo'lmasa Amerikani bazalarini, boshqalarini urib, o'sha dushmanlarga rosmana o'sha o'zlari qilayotgan dushmanlikda qilgan samolyotman kelib bombalayapti-yu. Nima musulmonda samolyot yo'qmi? Musulmon ham samolyot bilan bombalasin bor. O'zi buni qachondan beri chaqiryapti? Bu birinchi chaqiriq emas o'zi. Ismni taniganimdan beri shunga chaqiramiz. Lekin o'shanaqa qilishmayapti. Har doim qiladiganlar qo'lida hech narsasi yo'qlar, ko'pincha o'sha qo'limda o'shanaqa bo'lganda bir o'shalar qatl qilib tashardim, yo'qotib tashardim degan narsa bir niyati bilan, mayli Alloh rozi bo'lsin, shu niyat bilan qarshi bo'lsa ham, shu niyatiga Alloh barakat bersin. Hech bo'lmasa shu niyat tilga chiqib, tilda baralla aytsin. Tilda baralla aytish Erdo'g'onni baralla aytish bilan bir xil emas. Oddiy bir hech narsasi qo'lida tildan boshqasi kelmaydigan odam tili bilan aytib kurashsa ham kurash. Lekin Erdo'g'onga o'xshagan samolyoti bor, raketasi bor. Chiqib olib turib tili bilan kurashsa bo'lmaydi. U o'sha raketasi bilan samolyoti bilan kurashish kerak. Farqi u dunyoda qayerda bo'lsa ham. Endi o'shini qanchalik manfaati bor desa, manfaatli tarafiga harakat qilsa manfaati bor. Endi haligi faqat achchiqni o'zini bosib qo'yishlik uchun qiladigan bo'lsa, bir yahudi kampirni borib boshiga bir g'ishma urib o'ltirib qo'ydim mana desa, endi bir achchig'ini bosib olibdi mana u deymiz. Agar o'sha rostdan ham sen aytgandaqa shularni bir to'g'ridan to'g'ri shu qo'llab-quvvatlayotgan yoki shularni jinsidan bo'lgan dushman bo'lsa va senga kurash holatida bo'lsa, kurashayotgan paytda sen o'sha kurash asnosida o'ltirib qo'ygan bo'lsang, Allohda endi hisobing Allohga bo'ladi. To'g'ri o'ltirgan bo'lsang ajr olasan. Endi bizda ashuna qilmaydi-da, bizda odamlarda bir hamma narsani o'ziga moslangan, ya'ni uni ko'yniga ham mos keladigan, unga bir zarar bermaydigan, uni hamma tarafdan bir xira-xubga qilib olib turib, keyin qiladigan bir amallarga shoshiladi bizda. Avvalgi sahobalardan farqimiz ham shu. Avvalgilar xira-xubga qilib olib turib, keyin shoshilmas edi. Amalni buyurilgan mahalla shoshiladi. Shuning uchun bugun dushman bilan kurashishlik uchun ko'p yo'llari bor. Lekin eng samarali yo'li, masalan bugun g'azo ahliga yordam berish eng samarali yo'li qaysi desa, islomiy xilofatni tiklash. Undan samarali yo'li yo'q.
Chunki yordam beradigan realniy yo'li shuda, bitta. Undan boshqa realniy emas qolgani. Qolganlar siz aytganda, ya'ni shu bitta sionistni borib chapalaman tortib olsa nima bo'ladi? Yo'q, orqasidan bir ragatga otib yuborib tegib ketsa nima bo'ladi? Shunaqa gaplarda qolgan hammasi. Nimaga desa, endi voqeasini ko'ryapmiz, masalan, bugun hali jihod deb baqiradigan odamlar borda. Lekin mana shunaqa mahalda yo'q bo'lib qoladi-da. Mana Isroil bilan kurashish kerak hozir mana. Rostdan jihod kerak. Mana Isroil ochiq dushman turibdi ro'paramizda. Dushmanligini ham aytyapti, bombalayapti. Qurolim bo'lsa rostdan kurashardim. O'sha urushni bilsam, o'sha yerga borib urusha oladigan ahvolim bo'lsa, urushardim. Mayli o'sha yo'lda o'lsam shahid bo'lardim. Lekin qo'limdan kelmaydi. Nima aytyapman? Har doim baralla aytyapman. Rostdan yo'q, unaqa iqtidorim ham yo'q, unaqa qurolim ham yo'q, u yoqqa boradigan imkonim ham yo'q. Lekin o'shanaqa imkoni borlar borsin kurashsin o'zi. Yani bugungi holatida ham yordam berishga yo'li kurashda endi u. Uni o'ldirib bombalayapsa, nima deb yordam beramiz? Borib olib, sizlarga ovqat olib kelib beramiz desangiz, endi mayli och qolgan mahalda ovqat ham bir darmon bo'ladi, lekin u yordam emasda. Isroil bilan kurashish kerak. Isroil bilan kurashish, Isroilni orqasida turgan o'sha butun boshli g'arb yordam berayotgan boshqa bir kofirlar bilan kurashishning yo'li xalifalik. Xalifalikdan boshqasi kurashmaydi. Turkiya kurashmaydi. Saudiya kurashmaydi, Misr kurashmaydi, Iordaniya kurashmaydi-da. Xalifalik o'zi kurashadi. Nimaga desa, uni orqasida butun bay'at bergan islom ummati turadi, uni orqasida. Saudiyani orqasida saudiylar turadi. Misrning orqasida misriylar turadi. Shuning uchun kurashmaydi ular. Nimaga desa, nima qiladi kurash? Bu Falastin bo'lsa, bu Misr bo'lsa, uni vatani boshqa, buni vatani boshqa bo'lsa, uni bayrog'i boshqa, buni bayrog'i boshqa bo'lsa, nima qiladi kurash? Oshib borsa achinib qo'yadi, yig'laydi. Ya'ni hozir kofir ham yig'layapti-yu. To'g'rimi? U Irlandiya, Norvegiya deganlar chiqib olib, baqir-chaqir qilyapti, yig'layapti, hamdardlik bildiryapti. Endi biznikilar o'shanaqa ham qilmayapti. Rosa qilsa ham o'shanaqa qiladi, endi boshqa hech narsa qila olmaydi. G'azoga yordam beradigan xalifalikda undan boshqa ikkinchi varianti yo'q. Xalifalikka jon kuydirish kerak. Bo'ldi, nima esa masalan oddiyda, masalan bittasi qurolim yo'q bo'lsa otib yuborardim shu yahudiyni. Borib, mayli ikkita soldatni o'sha yerda o'ldirsam ham otardim desa, u odamga nima vojib bo'ladi? Avtomat sotib olish vojib bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ldi, u hamma narsasini sotib, avtomat sotib olish vojib bo'ladi o'shani degan odamga. Endi butun o'sha nafaqat o'sha G'azo, umuman o'sha mazlum musulmonlarni g'amini qilayotgan, shularni qutqarish kerak deyotgan odamlarga xalifalikdan boshqa narsa vojib bo'lmaydi. Tezroq o'sha xalifalikni tiklash uchun bor kuchini, otini sotsin, molini sotsin, hamma yo'q qilsin, hamma kuchini o'sha yoqqa sarflasin, uxlamasin, shu ishni qilsin agar shu tepada aytayotgan G'azo ahliga yordam beraman degan da'vosida rostgo'y odam bo'lsa. Endi G'azo ahliga yordam berish kerak desa, xalifalik 30 yil bo'ladi, xalifalik kerak emas, bu yolg'onchi, kazzob odam bu. G'azo ahliga yordam bermoqchi emas bu. Bu Isroilning iti bu bitta. Vovullayapti xolos, atay odamlarni chalg'itish uchun ertog'onga o'xshab. Bir dona yechimi borda, Isroilni ham, Amerikani ham joyini ko'rsatib qo'ygan, xalifalik tiklash kerak, shunda mana bu ish yechiladi. Falastinni mustaqil qilib qo'yadi. Xursand bo'lib yuribdi kecha endi. Tanobdi, ya'ni Yevropada 3 ta davlat tanobdi mana deb. Bu biz xursand bo'ladigan gap emas u. U ham o'sha 67-yildagi O'N belgilab bergan, ya'ni BMT belgilab bergan chegaralarda Falastin davlati bo'lishligini tan oldi. Bu nima desa, bitta xorlik, xoinlik, musulmonlarga qasd, chunki u juda ham katta qismini bosib olgan payti 67-yildagi belgilangan. Uni tan olishligi o'zi hech qanaqa bir xayr emasda, agar o'shanaqa tan olsa ham, bitta Falastin degan malay o'sha yerda davlatlarning orasiga yana bitta malay davlat qo'shilib qoladi. Bu yechim emas. Qutqarmaydi ham u Falastin ahlini. O'zi Falastin ahli ham uni so'ramayapti. Bizga Falastin degan davlat qurib beringlar demayapti.
O'shuning uchun mo'min odam rostdan yordam bergisi kelsa, xalifalik tiklagan bor kuchini sarflasin. Ozmi, ko'pmi, bor imkoniyatini sarflasin, bor pulini sarflasin. Shunda shu to'g'ri yo'lga sarflab, to'g'ri yo'lga harakat qilayotgan hisoblanadi. Mayli o'shini oxiriga yetadimi, yetmaydimi, ajali yetib o'lib qoladimi, nima bo'lsa ham to'g'ri yo'lda to'g'ri harakat qilayotgan bo'ladi. Maqsadiga to'g'ri yondashayotgan bo'ladi. Boshqa ishlar ham qilishi mumkin odamlar. Achchig'ini bosadi xolos. Lekin biz faqat achchig'imizni bosib olishlik uchun kufr bilan kurashga chiqmaganmiz. O'zi Alloh yo'lidagi kurash qaysi kurash desa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi. Ya'ni birov kelib turib, Alloh yo'lidagi kurash qaysi? Kishi hamiyat qilib urushadi, shijoat ko'rsatib urushadi yo asabiyat uchun urushadi deydi. Qaysi biri deganda, uchalasi ham emas. Alloh so'zini, ya'ni kalomni oliy qilishlik uchun urushadigan urush mana shu haqiqiy Alloh yo'lidagi jihod. Endi nariga uchalasiga masalan shijoat. Ba'zi odam rostdan shijoatini ko'rsatib keladi. Bugungi kunda Ukrainaga butun Yevropadan nayomliklar kelib urushyapti. O'rus tarafda ham shunaqa. O'z ixtiyori bilan kelyapti. 4 so'm pul oladi, lekin masalan bittasi g'arsat otib olsa yo bitta minani bosib olsa, u puli 1 tiyin deganda yo'q deganida. Lekin nimaga desa, jasoratini ko'rsatib qo'yish uchun urushadiganlar hayotda bo'lar ekan. Kofirlar orasida ham, mo'minlar orasida ham. Islom bo'lib turgan paytda ham o'sha jasoratga urushganlar bo'lgan. Bir ko'rsatib qo'yay, mana odamlar meni jasoratimni ko'rsin, maqtab yursin. Shunaqa geroy ekanmi desin, qahramonlik bilan bir odamlarga doston bo'lay deb urushsa, bu Alloh yo'lidagi urush emas. Odamlar bir maqtaydi, hatto eslab yuradi. Oshib borsa haykal qo'yib qo'yadi. Metroga, bekatiga nomini berib qo'yadi. Shunaqa bo'lib bo'ldi, shu bilan ketdi. Oladigan bo'ladi. Ikkinchisi asabiyat uchun bo'ladi. Odamlar haligi tarafkashlik deyotgan tabiatan o'sha qonida borda g'arizalarning orasida o'zinikilarni yaxshi ko'radigan g'arizasi bor. G'arizatun nav degan. Tarafkashlik qiladi. Endi u tarafkashligini halol qilsa ham bo'ladi, harom qilsa ham bo'ladi. Lekin ikkala holatda u tarafkashlik bo'lib hisoblanadi, xolos. Urushayotganlarga borib va o'zimizgilarda deb qo'shilib oladiganlar borib, nima qiladi desa, tarafkashlik uchun urushadi. Masalan, o'tganda 1-2 yil avval haligi Tojikiston bilan Qirg'iziston o'rtasida hatto haligi Rosmani tanklarda otib, bayroqlardan urib, shunaqa jang bo'lib ketdi-yu chegarada. O't qo'yib, hali Allohu akbar deb granatoma otayotgan chollarni ko'rsatib. Mana shu mahalda ko'pchilik savol so'radi-da Qirg'iziston tarafda. Nima qilamiz? Urushamizmi deyapti. Yo'q, urushmaysan, qanaqa mo'min odamlar urushasan? Allohu akbar deb otyapti u. Sen ham nima Allohu akbar deb uni otaverasanmi? Otmaysan. Ular otyapti-yu, kelyapti-yu. Ular seni uyingga borib, uying ichiga kirsa, uyingni himoya qilsang bo'ladi. Lekin qanaqadir bir dalani bir joyini bosib olsa, u Qirg'iziston, Tojikiston degan lug'at islomda yo'q. Islom yerlari u. Tojik kelsa o'zini yeri, Qirg'iz kelsa o'zini yeri. Ikkovi birga yursa ham bo'laveradi. Shu yerga kirib keldi, o'ldiraman desang, Alloh saqlasin haligi. Ikkovi ham jahannamda bo'ladi degan bittasi bo'lsa. Unda nima qilishim kerak deydi? Tarafkashlik qilmashing kerak, bo'ldi. Bu tarafkashlik uchun urushmoqchi. Musulmonlar uchun emas, agar musulmonlar uchun urushsa, tojik ham musulmon, nima tojikka bor yordam bermayapsan desa, yo'q, men tojikka yordam bermayman, men qirg'izistonlikman deb qoladi. Demak, tarafkashlik uchun urushyapsan ekanda. Desang, to'g'ri, shunaqa deyapti. Shu Alloh yo'lida urush bo'lmaydi, o'sha tarafkashlik urush. Bugun ham shunaqa Falastinni baligi bayrog'ini ilib olib, Falastinni ozod qilamiz deb urushsa, tarafkashlik urush bo'ladi, undan hech qanaqa balo bo'lmaydi. Alloh huzurida ajr oladigan ish emas u. Uchinchisi, hamiyat uchun urush degani o'zi hamiyatda ikki xil ma'nosi bor. Biz xalq orasida ishlatib yuradigan haligi qo'zg'ab ketadigan nafsoniyatini o'zini bir yaqinlari uchun masalan g'ayirlilikga ishlatiladi, lekin vallohu alam hadisda aytilgani u emas. Hadisda aytilgani o'sha tepadagi biz aytib o'tgan bir g'azabni bosib olish. Hamiyat deb g'azabni ham aytadi arablar. Bir achchig'ini bosib olay deb turib, zato achchig'imni bosib oldim degan narsa bor-ku. Odam o'shanaqangi
masalan o'ldirayotganini ko'rdi, boshqalarni ko'rdi. Nafaqat musulmonni achchig'i keldi, kofirda ham achchig'i kelyapti. Kechagina Angliyada elchixonasini o'rab olib, kabellarni kesib tashladi. Meksikada elchixonasiga o't qo'yib yubordi. Ya'ni meksikanislar, musulmonlar emas ular. Nimaga esa achchig'ini bosyapti? Haligi naryoqda o'layotganlarni videolarini ko'rib boshqa qilib chidolmayapti-da, borib achchig'ini o'shanaqa qilib chiqarib olyapti. Hovuri tushgandan keyin ketyapti. O'shanaqangi ba'zida kurash hovurini bosib olishlik uchun, hovurini tushirishlik uchun bo'ladi. To'g'rimi desa, shu noto'g'ri. Unga ajr oladigan Alloh yo'lidagi jihod deyilmaydi. Hovurini bosish. Allohning yo'lidagi kurash qanaqa bo'ladi desa, Alloh so'zini oliy qilish uchun bo'lgan kurash, Alloh yo'lidagi kurash bo'ladi. O'shuning uchun G'azo ahlini ozod qilishlikni asosi ham shu Alloh so'zini oliy qilish. O'sha yerda Alloh so'zi oliy bo'lsa, Falastin degan bir davlat paydo bo'lib, o'sha yerda mustaqil Falastin fuqarolariga aylansin bular deb turib yordam berish kerak demayapmiz. Demaymiz ham unaqa. Shu ishni ma'qullamaymiz ham. Shuni kimdir tan olsa xursand ham bo'lib ketmaymiz. Chunki yaxshi ish emas o'zi u. U yomon ish o'zi. Musulmonlarni yana bitta parchalab, yana bir haligi 57 ta haromxo'r bo'lgan tog'utlar orasiga yana bitta qo'shilib 58 ta haromxo'r bo'lib qoladi. Tog'utlar 58 ta bo'lib qoladi endi 57 ta emas. Nima farqi bor? Bugungi Falastinga, G'azo ahliga yordam beradigan narsa xalifalik. Undan boshqa ikkinchi varianti yo'q. Rostdan yordam bergisi kelganlar mana harakatini qilsin. Turibdi ana. Qo'lidan kelgancha qilsin, o'lgunicha qilsin. Shunga yarasha ajrini ham oladi. Undan boshqa variantlari u jiddiy variantlar mana shu tepada aytganda yo hovurini tushirish uchun, yo shunaqa bir tarafkashlik uchun, yo shunaqa bir shijoatni o'zini bir ko'rsatib qo'yish uchun bo'ladi xolos.